Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, oxirgi anaqada tahlilda VIP gruppada tashlaganim mana bu narsa edi. Eslarda bo'lsa, Head and Shoulders pattern qilib turib, keyin tushishi mumkin degan tahlilni qilgandik. Xo'p, biz mana bu holatni nazarga olganda sal pastroq bo'ldi. Deyarli hozirgi holatigacha deyarli shunaqa harakat bo'lyapti. Valnova analiz bo'yicha, Elliot bo'yicha ham baribir keyingi ikkinchi valnamiz korreksiyasi baribir chiqib berishi kerak, xudo xohlasa. Ko'p marta mana bu joydan mana qaytib ketdi. Yaxshi likvid zona yig'ilib qolgan yuqorida. Buni hozir Coinankdan ko'ramiz. Xo'p. Da, akkauntim tushib ketgan ekan. 1 minut. Xo'p, ana. Bir haftalik o'tadigan bo'lsa, endi kichkina time frameda har doim ikki tarafga likvid yig'iladi. Unda ko'rish xatolar bo'lib qoladi. Bizda mana bu oxirgi lowda bu o'sha 85 mingdagi, keyin mana bu yoqda yuqori 90 ming atroflarida likvidlar bor. Prosta bozor harakat qiladi. Bozor harakati doim o'sha patternga mos kelishi kerak. Ya'ni bizda mana bozorda 5 divanlarimiz bu yoqqa shakllangan. 5 divanlardan keyin nima bo'ladi doim? Bizda A, B, E, C bo'lishi kerak. Ana o'shanda to'liq anaqamiz kartikamiz hosil bo'ladi. Keyin bizda Head and Shoulders patterni ham bor. Shuning uchun undoroq bo'lish ehtimoli bor-da buni mana. Qiladigan bo'lsak, keyin yana trendimiz bizda nisxadyashi, ya'ni down trend, shu bilan davom etib qolishsa kerak dalishi. Buni hozir mana globalniyda ko'rsataman. Mana bu holat yaqqol ko'rinib turibdi. Buni ko'rgandan keyin bo'ldi, biz uchamiz ekan deb ayta olmaysiz. Xuddi shu holat bizda 2022-yil yanvarda ham mana hosil bo'lgan. Xuddi mana shu holat. Biz ham xuddi shunaqangi holatda turibmiz. Va Bitcoin va top altcoinlar yaxshi harakat qilmasligi mumkin. Endi savol tug'iladi, unda biz nima qilamiz degani. Bitta hozir boyagina xabar chiqdi, buni hozir qilgan kripto signal bo'limiga tashlagandim. Ya'ni Voltcoin narxi to'g'ri oldingidaqa bunaqa ko'tarilish bo'lmadi-yu. U yana bir 40-50% gacha ko'tarilgan. Sababi o'sha ChatGPT'dagi co-founderlardan biri, asoschilaridan biri Sam Altman, ya'ni mana shu Voltcoin loyihasini ham yaratgan odam 23-yilda o'zini ijtimoiy tarmog'ini yaratmoqchi ekan. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqda botlar ko'payib ketgan. Ya'ni odam emas, o'sha botlar komment yozyapti, boshqa qilyapti, har xil narsa. Buni bitta ideyasi bor edi, chunki Voltcoin'da ko'zi skaner qilardi. Ya'ni bitta odamga bitta ID bo'ladi. Bu degani, misol uchun bitta odam 3-4 yoki botlar akkaunt ocha olmaydi, chunki insonda ikkita o'sha biologik anaqa identitylardan, misol uchun barmoq izlari hamda o'sha ko'zdagi patternlari hamma odamda har xil bo'lar ekan. Misol uchun shu bitta Voltcoin ID'si bor odam mana shu ijtimoiy tarmoqqa kiradigan bo'lsa bo'ldi, u odam bitta bo'ladi, u bot ham ochamaydi, boshqa akkaunt ham qilolmaydi. Menimcha shuni qilmoqchi shekilli deb o'ylab qoldim. Unda nima bo'ladi? Misol uchun agarda mana shu ijtimoiy tarmoq ishga tushadigan bo'lsa, bu meni taxminim endi. Siz ko'zingizni skanni qilsangiz, keyin siz demakki o'sha tarmoqqa kira olasiz, u botlar bo'lmaydi, haqiqiy odamlar bo'ladi. Men mana shuni ideya qilmoqchidim, chunki uni anaqadan ham haydab yuborish mumkin, ChatGPTdan. Ishdan bo'shatib yuborish ehtimoli ham bor odamni. Shunaqa gaplar. Nima bo'lganda ham bu AI proyekt bilasizlar. Bu anaqani ko'ramiz. Endi hozir olamiz deyotganim, masalan, baribir bunaqa yangiliklar siz uxlab turganingizda kutilmaganda hosil bo'ladi. Ya'ni ko'p ehtimol bilan endi bu Amerikada bo'lganligi uchun bizni o'sha tunga to'g'ri kelib qoladi. Siz yangilikni kutib o'sha ijtimoiy tarmoq tushirganda, otayotganda olaman desa, ola olmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu ham maslahat emas, bu o'zim ham ko'rmoqchiman. Hozir emas, keyinroq albatta buni ham ko'rmoqchimiz. Ya'ni ular down trend holatida kanalda haftalikda potensiali bor, 1,5 milliard kapital. Proyekt katta, proyekt orqasi baquvvat, xullas shunaqa gaplar. Bu fundamental holatda ko'rganimizda. Bitcoin'da aytib o'tdim. Xo'p, Dashda shu 56 larga kesa olamiz degandim.
Bu o'sha hozircha aktual bo'lib turibdi. Bitta bir 20% qo'yilgan, bir 10% desak stopni ko'tarib foydani yarmini yoki to'g'ri sekin olishni boshlaymiz. Xudo xohlasa ko'tarilib qolsa bo'ldi. Hozirgi holati yaxshi bo'lib turibdi. Kechirasiz. Endi hop, yana bizda nima bor edi? AI proyektlardan bizda Rose analiz qilgandik. Bu unchalik yomon holatda emas edi. Buni biz Dash bilan solishtirgandik. O'sha signal bo'limiga mana shu kripto bo'limiga tashiganimda. Buni hozir yurishiga qaraymiz, chunki hali mana bu hayda yangilab o'rgani yo'q. Qolgan ko'ylak nisbatan yaxshiroq holatda turibdi. Shuning uchun hayda yangilashiga qaraymiz. Keyin уже targetimiz 200% da buni ko'ramiz keyin. Yurishiga qarab, ob'yomga qarab ko'tarib bersa bo'ldi. IP ga keladigan bo'lsak, o'sha yaqinda 700% o'tgan coin. 700 mi 400% mi xullas. Biz hozir mana bu avvalgi harakat jarayonida turibdi. Bu uncha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun buni hali beri kirish planimizda yo'q. O'sha $2,5 qachonki chiqqandan keyin mana shunaqangi holatimiz shakllansa, bunda ham nima qilamiz? O'shanda sekin buni ham ko'rib chiqamiz. Hozircha lekin buni anaqaga qaramayapmiz. Endi order block zona bor ekan, SMC bo'yicha balki o'shandan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu zona. Hozir men chizib qo'yaman. Shunaqangi zonada hozircha turibdi. Lokallikda o'sha 4 soatlik sham yaxshiroq bo'lsa buni ko'rish kerak. Globallikda buni hali bu bo'yicha planimiz boshqa, buni keyin ko'ramiz. Olishimiz ham mumkin bo'ladi. AI proyektlarda holat shunaqa. Bizda anaqa bor edi, bio bor edi. Biomiz ko'p tushib ketib qoldi. Bu 5% o'yinchi zararda hozircha. 5% ekan. Yo'q. Asosiy narsa likvid yechgan, pastda 42 da likvid bor edi. O'shani hisobiga stop lossni boshqacharoq hisob qo'ygandik. Lekin mana shu hududimizdan korobkamizdan tushib ketib qolmasa, o'zi double bottom bo'ladi. Uje head and shoulders yasab qo'yishi ham mumkinga o'xshab turibdi. Ko'ramiz buni hozir. Shu holatdamiz. Asosiy keyingi pumpda signali bunda nima bo'ladi? Bunda mana bu joy bo'ladi. Kunlik ham ob'yom bilan shunaqangi ko'tarib berish. Keyin yana ko'tarilishi mumkin. Bunda ehtimoli bor. Bu baribir ehtiyot bo'lish kerak. Biodagi holat. Mana bu qanday tahlillar kelyapti. Ular Twitterga qaraydigan bo'lsalar, Bitcoin dominans bunaqangi tahlillarga qarab olmaydi. Kutilyapti ekan, lekin bu o'sha Bitcoin masalan 70 larda olgandan keyingi holatida bitta o'sha obratniy pumpga o'shanda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mening fikrimcha. Lekin imенно hozir emas menimcha bu. Mana bu narsa bo'ron deyilyapti. Bundan bizda agar aniq vaqti bilan oladigan bo'lsak, mana bu joyda bo'lgan bizda. 2025-yil noyabrgacha bo'lish kerak edi. Chunki sentyabr holida tugadi. Buni anaqada aytganmiz. Mana hozir bozordagi holat, biz endi shu korreksionniy holatdamiz. Bu degani, yana qaytarib aytaman, bozor yurmaydi degani emas. Masalan, boyagi Worldcoin'ni deylik, misol uchun 500% yoki 1000% ko'tarilib ketishi uchun Bitcoin imенно bo'ronda bo'lishi shart emas. Bu proyektni narrativdagi imенно anaqasi bo'ladi. Fundamentalniy va anaqa nima deydi buni? Yangilik jihatdan oladigan bo'lsak, imенно o'sha proyektga bog'liq bo'lgan narsada imенно uning uchun bozor zo'r bo'lishi shart emas. Endi tushuntira oldimmi? Ya'ni vaziyat постоянный bo'ladi. Bugun ham vaziyatlar bor. Masalan, kripto bubble ochadigan bo'lsangiz, analiz qiladigan bo'lsangiz, постоянный anaqa keladi, misol uchun. Vaziyatlar keladi. Asosiy narsa aytganimizdek tahlil kerakli aktivlarni tanlab olish. Biz bunga harakat qilyapmiz. Yana bundan tashqari 2-3 ta aktivlar bor. Ularni analiz qo'yganmiz. Xuddi shuni singari va boshqacha usulda yana analizlar, uni ham sekin-sekin berib boramiz. Shu bizda xabarlardan bunga to'xtalib o'tmadim, chunki ben falsafasini anaqasi
tushirmasligi aniq edi. Fond bozori ko'tarilishda davom etayotganligi uchun unga ahamiyat bermaymiz. Biz hozirgi fokusimiz likvid qayerda bozorda. Qayerda likvid bo'lsa, biz ham o'sha yerda nima qilamiz? Endi savdo qilamiz. Bu degani обязательно top 10 talik bo'lishi shart emas.